Assalomu alaykum do'stlar, Forest qanday yaxshiliklar, xo'sh akalar, bugungi video rolikni boshlashdan oldin barcha muammo problemlarni unutib olib videoni ko'rib mazza qilib tomolamiz. Xo'sh akalar, bugungi video roligimizda supermarket simulyator o'yini bo'ladi. Xo'sh akalar, mana shu yerga taqlab tashlaymiz. Tez taqlab. Do'konni ochish kerak. Ko'p zakaz ko'ribman. Oldingi videoni ko'rmaganlar bo'lsa, albatta kanalimizga joylangan, o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Bo'ldi. Xo'sh akalar, buni tashlaymiz. Bu pastga nima qilamiz? Qo'y tez. Bo'ldi. Oho, qancha zakaz qilibman men. Pastga qo'y, like. Albatta, like bosmagan bo'lsangiz, like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qani do'konni och. Qani kelib qolinglar. Bizning do'konda hamma narsa bor. Kelinglar akalar. Keling. O'ziga nima kerak? Xo'sh, olmalarimiz bor. Keyin mana bular bor. Hamma narsadan bor. Nima edi? Yo'q, uni joyiga qo'y. Sen nimaga keling apa, qandaysiz? Plastikdan $8.96. Xo'p opa. Kelib turing opa. Nima kerak senga? Eshak. Bor narsani oldi. Opasini ham plastikdanmi? $15.12 albatta. Kelib turing opa. O'zi ikkita olma olyapsan. Loy. Yana u yerda vash so'rab turishing bo'laymi narsa? Opa. Ya, ikkita $4.98. Opa. Uzr aka. O'g'il bola ekan. To'shni berib yapın. Opaga bo'lma. O keling ota. Sizga to'shni beribsiz pulni. Xo'sh. O'tir qayga turyapsan? Qani ikkita olma. Loyda bo'la kelamana. To'shni pul beribdi, yana qaytini so'raydi. Xo'p. Olba kelib turing. $37. 3 sen. Haloda. Sizga $40 pul maydal chekirdingizmi, opa, bildimi? Yana 10. Xo'sh aka, keling. Sizga $10.92 qaytib beraman. Qazan xushimizlarga Allohga o'rgatolmayman. Faqat pul maydalashga kerak, ikkita olma olib. Bor narsani ol, loy. $18.16 albatta. $8.96. Ha. Sizga $13 qaytib berishim kerak, opa. Shunday. Opa. Bo'ldi, opa. Ikkita olmaganmi? Olmaysan bir 10 ta. Qani kelinglar. Kelib qolinglar. Ya, buni musulga tashlang.
kelding ham. O bittadan. Sizga 46. Aniq bu opap pul maydasiga kirgan bilib qoldim akalar. Aha. Opa, suring. Ikkita bir xilofa keldi. Bo'ldi. O'ting. Aha. Bitta ona $2. Oho, akalar nafsimizni yeyapmiz u. Akalar biz ham foyda qilishimiz kerak-ku. Men qachon qo'la ichaman, men qachon ko'taraman. Tur. O aka. Toshni beribsiz aka. $33. Kelib turing aka. Voy yopa deyapman. To'xtab turinglar. Aha. Buna bir ekran atma. Hop. Nokta 52. Ko'proq ko'rsak qanaqa bo'larkan? Mana qarab turibsizlar eshaklar. Xo'p, narsa zakaz qilishimiz kerak. Zakaz qilamiz. Aha. Bittaga $2 mi? Akalarni kuttirib qo'ydingmi, opacha? $8 qaytib berishimiz kerak sizga. Молодец. Kelib turinglar, $2 o. Necha 20 sent. To'xtamasdan kelyapti-ku, savdo yomon bo'lyapti. Aka, videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Suv so'rayapti ana bu. Mana shunaqa opalarga hayronman-da. 55 sent suring opa. Bo'ldi, yopilamiz biz keyin aka kelsangiz keling. Pulim yetmaydi, la'nati. $600 qo'yapti. Hop, bundan. Olma yeterli. Bitta oldingizmi? $72 deyapti like. Bo'ldi, endi biz ham odamga o'xshab uyga ketaylik. Bosh akalar uyg'onib oldik. Pul yetmaydi loy. Kim yoqib yetyapsan? Senga ko'rgan xo'rozni men jujalikda ko'rganman, la'nati. Zakaz qilgan narsalar qani? Yo'q, hozircha bo'ldi. Mana shuni bu yerga qo'yamiz akalar. Xo'sh, yana nimada? Buni ham shu yerga qo'yamiz, buni bu yoqqa.
Akalar. Xo'sh, suv keldi, suv. Shuni qo'ysak bo'ladimi? Nimaga? Shuni qayerga qo'yaman? Yo'q, kasadan turib. Biz yo'q, bunaqa narsalar emas. Bizga suv qo'yadigan kerak. $250 ekan. Oho, akalar. $250 ekan. Qani do'konni ochib yuboraylik. Odamlar kutib qo'yganmi? Bo'ldi mana. Biz ochirdik, loylar. Kelib qolinglar. Oltita berdimi? Eshshaka. Qani kimga nima kerak bo'lsa olsin. Aka taxlagandan payli ketyapsiz. Hozir men hozir buncha sabrsiz bu eshaklar kassaga o'tiray $2. $2 ga shunaqa ana qilyapsanmi opacha? Ha, $2. Vahima qilyapsanmi? Sabr qil eshak. 56 65 sent ekan yaxshi. Opa. Aha. 76 sent bo'ldi. O polis opa keldi. İşler bo'lyaptimi? Ketyaptimi? Ya. Aha. Bo'pti, kelib turing opa. Mana shu brat bizdan ko'p, juda ko'p olmadi. Mana shu bratga o'xshab eshaklar sizlar ham pul nima deyapmasdan keyin hech narsa olmang. Mana shu qachon qarasak, kassaga kelib telefon o'ynab turgan bo'ladi. Eshak. Aha. Yapsanda. Bo'pti, gaplashamiz. Eshak. $2 70 Aha. 72 sent. Ve Capturing opa 79. Opa zakaz qilgandim, kelmayapti shekilli. Men hamma narsadan zakaz qilib chiqdim. Aha. Qani keling. Hozir karavor akajon. Kimdan bizni? Mana opa. Keling opa. Qimmat qo'ysak olarmikan aka? Opa ana-yu. Ko'zingizga bormoqchi qilib olaymi? Aha. Hop, $2.28 sent. Hop, ana-yu kelgan eshak. Yo'q, qo'rqinam. Aha. $2.20 sent. Hop, kelib turing. Boshqa narsalar kelmayapti. Shungacha bo'ladi. Nima keldi? Bularni pastga qo'yamiz. Kassada odam to'lib keladi-ku. Bo'ldi, keldimi? Aka, unaqa qilmanglar. Sabrli bo'linglar, sabrli. Suringlar. 48 sent eshak. 40 sent berib yubordimmi? Voy, loy bo'ldi kelar.
Sur. Boya zakaz qilgandim ham boyagi ishchakni olib kelmagan Aha. 14.14. Qana mana bu yerga qo'shing. 17 dollar. Xo'sh akalar. Ya nima Aha. bo'lyapti? 72 sent. Ya ikkita bir xilofda. Hozir shoshmanglar. Loy ekansizlar, sizlar loy. Aha. Olgan tezroq kelsangiz sababda. Qani keling opa. U 20 dollar uni yaxshi opa. Rahmat, istagi insonlar ko'paysin. Aha. Albatta. Nimaga eshak? Senga nima yo'qmi? Ya bir nima keldi. Mana shu opani 11 dollar 16 voy. Aha. Chalib qopgan narsa keldi deganiga. Bo'ldi opa. Mana shu opa. 1 dollar 1 dollar 60 eshaklar. Aha. Shoshilmang aka, mayli. Sochli kishingiz qolib ketyapti. Men nima qilay? Ozgina sabr bo'ling akalar. Voy, kelishdan to'xtashmayapti bo'lar. Aha. Kelavering, keling. Sizga kerak hamma narsa. Ya. Bo'ldi, rahmat. Nima qarayapsiz opa? Yo'lda yotib hamma narsani deyishyapti. Mana buni tepasida keyinga. Hop. Hop baba, kassa to'lib ketadi hozir. 4.56 sent. Hop keyinga. Aha. 17 dollar. Albatta. Kelib turing opa. 37 dollar opa. 42 sent. Aha. Opa keling. Aha. Opa kelib turing. Hey. Xo'sh akalar, bugunga yetar. Videorolikimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, esdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Forest bo'ldi. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Men hammasini o'qib chiqishga harakat qilaman. Ha do'stlar. Xayr, sizlar